şirin arzular. Aslima o qarindoshlar muhabbati. Aslima o yoshlikdagi qaynoq hissiyot. Aslima o do'stlik rishtasi. Aslima o qirollikdagi jo'shqin hayot. Aslima o savaqdoshlar mehri. Aslima o güzel kunlardan qoldirilgan xotira. Unutulmaz aslima. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar davrimizga minnatdor bo'lib yashaylik. Elimiz televiziya teatrchiligidagi eng nodir klassik asar Qizil ravaqtiki tush bizning go'zal bolalik, yoshlik, qirollik aslimimizga jur bo'lgan ham bizda unutilmas ta'sirotlarni qoldirgan. Bu televiziya teatridagi asosiy personaj Wang Shifengning go'zal turqiga mos kelmagan hiylagar Hazazul obrazini bizga aynan namoyon qilib bergan iqtidorli ovoz artistimiz, ya'ni ekrandagi bulbullar Ilham Esingizdimi? Bugun biz unutilmas aslimimizni hozirgacha televizor ekranlarda eng ko'p qo'yilgan g'arbga sayohat, Üç podshohlik haqida qissa, Shir podshoh qatorliq 3000 qismdan ortiq Jungo va chet elning kino va televiziya filmlaridagi bosh rol va asosiy rollardagi personajlarga ovoz berib, hammamizning e'tirofiga erishgan bir suyumlik onaning aslimasiga to'g'rilaymiz. Balkim yuqorqi qisqa videoni ko'rgandan keyin bizning bugungi unutilmas aslim programmamizga kelgan aziz mehmonimizdan xabardor bo'ldinglar. Unda bo'lsa qizg'in chavaklarimiz bilan Şinjan Radio Kino Televiziya Tarjim Markazining davlatlik birinchi darajalik ovoz artisti, pensioner Fatima O'shir xonimni hurmat bilan sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Tağ seylige baratım sayram kölige Vilspitni minettum kızlar keynide Garmun gitar tengeştum mumlu köylege Fatima'da unda bo'lsa sizning aslimlaringizdan anglash uchun tayyor bo'lgan bizning navbatdagi korxonchilarimizni sizga bir tunishtirib qo'ygan bo'lsam, Bo'ldi. Bizning unutilmas aslim programmamizning xos nomini olgan Gul O'z şirkatining qurg'uvchisi Ablat Yusuf Ma'lum. Xush keldingiz, qarshi olamiz. Şinjan Sanam Liangli Girim buyumlar cheklanish şirkatining mas'uli Roshangul Imin xonim. Qarshi olamiz, xush kelibsiz. Şinjan Sarsayli xalqaroliq sayohat kooperativining mas'uli Roshangul Rahmon xonim. Xush kelibsiz, qarshi olamiz. Mingda doktorxonasi Davan yo'li tarmoq doktorxonasining doktorxona boshlig'i Abdukerim Ablat. Qarshi olamiz, xush kelibsiz. Şinjan Qabul davolash usullari şirkatining qurg'uvchisi Abdurashid Obul. Qarshi olamiz, xush kelibsiz. Şinjan Madar Bio Pantexnika cheklanish şirkatining qurg'uvchisi Mamtimin Mahmud. Xush kelibsiz, qarshi olamiz. Bundaqda Luqman Hakim aslim uyimizdagi aziz mehmon bilan tanishib o'taylik. Şinjan Bektur Soda cheklanish şirkatining qurg'uvchisi Shahzoda Bektur xonimmi alayda qadam tashrif qildi. Qarshi olamiz, xush kelibsiz. Programmamızın bu sonida aziz mehmonimizning aslim hikoyasiga munosabatli yana bir mehmonimiz 2-chi naq maydon Luqman Hakim aslim uyiga taklif qilindi. Undaqda bular o'tirsida qanday ta'sirlik ham qiziqarli hikoyalar bor. Qiziqsangiz diqqatingiz davomli unutilmas aslimada bo'lsin. Unutilmas aslima. Fatima'da sizning ko'rgan vaqtimda meningki tunji kelgan aslima Wang Shifeng. Elqi aşı o'rindan ma o'ringa kelgich bo'lganlikda 1 minutlik kulka hozirgi mush quloq tövimde. Bo'libmi mush ovoz artistlarniki naq maydonda kulish va yig'lash obrazini yaratish bek tasdiq deyman, Fatima'da. Haqiqatan tasdiq. Shu obrazni bir o'ylab boqaylikmi? O'ylsak bo'ldi. Hamda bu degan biz bu filmni tarjima qildik 20 yil bo'lib ketdi. O vaqtlarda mening ovozim yosh, o'zimmi yosh, andavganlik ovozim noit yangroq. Aş 1 minut Wang Shifeng ateşidan kulib kirgan 1 minut to'xtamay kulgan. Endi hozir dal shuni dorab beray desam, ovozim sal qaydigan bo'lib qoldi, endi sal yaxshi emas.
Endi Ovozim qerib qoldi demoqchimisiz? Endi qerib qoldi desam, o'zimga ancha qerdek bilinmaydi. Voyay, buzurglarim qorislar. Bu qizning kelishgan, nima degan kelishgan? Bu sizningki qizingizning ko'rgan navralaringizga emas, o'g'lingizning ko'rgan navralaringizga o'xshashgan. Voy rahmat Fatimadan. Balkim sizlarni Fatimadan tunji ko'rgan vaqtinglarda, Fatima shu bir ovoz artisti deb his qilgan bo'lishinglar mumkin. Lekin bu yerda ajoyib maxfiy bo'lgan bir aslimlar bor. Fatimada, men tuqsam, siz mushu bulutlarga qarablar, osmonga qarablar, go'ydi yomg'ir, go'ydi qor, go'ydi bo'ron, shamol chiqidi deblar hukm qilib aytaydi ekansiz. Bu qanday yapib ketdimda? Men kichigimdan san'atni yaxshi ko'raman, san'at yaxshi ekan, san'atning ichidagi usul kasbini yaxshi ko'raman-da. O'ylab ketatdim, cho'ng olsam, usulni o'qisam, usulchi bo'lsam, usul deganda anda o'ysam, bunda o'ysam, shu g'am bilan yurib, san'at maktabiga oldim. Men cho'qim usul kasbida o'qiyman deb juda maktabni bitirgan vaqt keldi. Shuni maktab bitaganda o'quvchilarni har bir texnikumni biladigan ishlar bor vaqtida. Shu biladigan ishlar chiqib, e'lon chiqdi maktabga. Chiqqandan keyin men cho'qim san'at maktabda deb xushal berib chiqqan e'lonni qata chaplab etibdi ekan. Mana shunda qarasam san'at maktabda itim yo'q. İsmingiz yo'q? Ya, deb boshqa birisini ismi turdi. Chap meni ammatda dedim. Shuni boshqa yerlarga bizlar qarsam, hech payt Eli Havaray maktab Fatima o'shir deb turdi. Bu meni Havaray maktabga bo'libdi dedim-da, shundaq endi mening umrimda shundaq tushkunlashib hajab bo'ldi deb ichimdan xafa shu-da. Endi ma'qul demay amal yo'q. 7-B sinfda meni adil sonim tanlabdi. Bu ikkisini olamiz degan opam yig'lab unimidi. Bu ikkisini iversam men qada qilman deb. Onsak unmaydi, bizning bag'imiz kelib ketdi, g'oljiq borganmiz debdi. Opa barilchi deb oxir mangdiq, g'oljiq bordik. Bulut anda oldi, bulut munda oldi degan o'qib tursak bir kuni muallim toz bo'ron chiqqan vaqtida igiz binoni ustiga chiqib, ashak chiqib tekshirsizlar deydi. Qo'rqib degan bir-birimizni tutib orantasini ustiga chiqib, gradus va kamida o gradusni ilib uni tekshirdik-kanmiz. Shamol qachon chiqdi, bo'ron qachon keldi deb. Chiqqan bo'lsa uning darajasi qancha? Tushgandan keyin sahho echilgandan keyin muallimlar teshig'i chiqib, amaliy ahvolni ko'rsizlar deb. U vaqtda odamni bir kasbda o'qisa, amaliy ahvolni ko'rsatib turib o'qiydigan vaqtlar. Qarab, mana bulutni ko'rdingizmi? Ko'rdinglarmi dedi. Biz ko'rdik. Bu potay shaklli bulut. Mush chiqqanki yomg'ir yog'di dedi. Ma chiqsa yomg'ir yog'di ekan-da dedi. Keyin qarasak, matratda bir pay shaklli bir bulut chiqqan. Bu kelsa bo'ron chiqdi dedi. Shuni o'ylamda, potay shaklli bulut chiqsa menda oldi deb ko'rimiz. Kunda ayak chiqimiz, potay shaklli. Qachon potay chiqdi ekan? Qachon bazaq chiqdi, bazaq chiqmaydi u. Ani yezib qo'yamiz, ani tekshiramiz. Ashta qilib 5 yil bitadi. Bitgandan keyin o'qituvchimizlar singingiz Rayhon bilan ishkinglarni Xotan Guma Havaray punktga bo'ldik deydi. Nadu bu degan uylarni ko'rib baqmasa, kechda qizlar bilan nima desam, hech qaysi biz o'qimaymiz deydi. Opam yig'lab faqat unimda bu ishkinglarni uyaga bo'laversan, og'riqchan tursam, sen cho'ng'onkisan qal, kichigi bo'lsin deb turibman. Aslima. Shu arliqda bir do'stimning to'yi bo'lgan bo'ldi. U vaqtda to'ylar shu uyning ichida bo'ldi. Shunda voy sen qiz qoldi shopasini deb qiz qoldi bo'ldim. U to'ymi shunda qiz edi. O qarasak birisi degan garmon deganni shunda chap ketyapti-ki. Dalmam ishan demakda. Sizniki mushu garmon bilan bo'lgan ajoyib bir go'zal muhabbat hikoyangiz bor ekan-ku. Ash muhabbat hikoyani hozir bir eslab boqaylik. Shu garmonni shunda chap ketganga bizlar qarab, bu kimdi, kim bo'ldi dedik. Ma garmon shuma? Shu garmon shu sariyani garmoni shu. Shuni bilan u garmonni ajab chap ketdi deb qarsak, men yaxshi ko'rgan narsalarni chap ketib bordi-da. Seni eslayman. Bulbullar degan chog'on. Xuddi meni eslagandek dana. Shuni bilan bu vaqtida Iskandarmi yosh dedi, 29 yosh. Oy bu balni kim u edi desak, bizning do'stlarimiz Iskandar Sayfullah degan shu dedi. Degan voy Iskandar aka, men bulbullar degan naqshini chepasingiz deb eslabdi-mi?
Voy siz qanday bilsiz deb. Voy bunu maktabda men davamlıq aytdim, ancha-muncha bir konu görmem bor, ancha chep qo'ydim. Mashunaqshin chepasiz deb chepadi. Shuni olab hammamiz İskender deb yig'ib bo'lib ketdik. O vaqtlar to'yning atisi вечерк bo'ldi, o vaqtlarda. Вечерк bo'lgan atisi qarsam İskender yana kelibdi. O biz bunda qizlar voy deb yana esilib oldik. Shunday qilib bir xil arliqda xil mezgillar o'tgandan keyin bir kuni yo'lda uchrashib qoldi İskender. Voy so'nam siz yo'qolib ketdingizmi deb men arliqda qo'lchiga berib diplomimni akeldim dedim endi. Sen deb uyingiz nerede deganda biz shu keyin tarafda deb Erdo'chozning keyin tarafida. Desam men apirib qo'yaymi dedi. Deganda ya men o'zim ketaverman deb vaqt qizlar andaq birsi apirib qo'yadi desa ma'qul demaydigan. Biraz ko'rib qolsaydi kechalar turdigan. Ne opam ko'rib qoldi ya opam. O İskender aka men o'zim ketavermasam ha shundaqmi deb o'zi dabdablik esil kiyingan qarshinoy kostyum burilgan galstuk chekkan shundaqmi opangiz xafa bo'lamdi mush talaffuz dedi anda olsa bo'ladi xo'sh emsa deblar oq oldi qarmay ketdi aytgan yajab bir adablik odamkan o dedim o'zim shu orliqda yana bir mezgil o'tgandan keyin yana ko'chada uchrashib qolib do'stlarimiz bilan bizni o'girib o'tirib keling dedi o vaqtda san'at o'mak Sandonbey'deki qoradike. Şu yerdiken azıl mao juyan qorası Sovet konsulxonasiga. Şu yerga chaqirdi. Qizlarlar bordik, uylar Sovet basın yozib etgan. Shular go'zal, chiroyliqga hamimiz o'tirib chiroyli mehmon bo'lib keldik. Yana arliqda bir mezgil o'tgandan keyin İskender menga ikkimiz to'y qilib qolsak deb talab qo'ydi. Yurmaylimi? Yurdik arliqda kelgan. Ab yurganda depasa bu bir adablik odamkan. To'y xotir so'ratinglarmi yo'qmi Fatimada? To'y qilgan vaqtimiz shu. To'y qildik, yaxshi o'tdik. Demak, arliqda bir 2 yildek men saltan yurib, undan keyin cho'ng qizim Faridani eraya qo'yib, uni tug'dim. Undan keyin 1 yil farqlanmay o'g'limni tug'dim. 3 yildan keyin yana bir qizimni tug'dim. Akordeon bilan boshlangan muhabbet hikoyanglarniki to'tkisida ajoyib baxtli bir illiq oilani qurdinglar, 3 farzandni yaxshi tarbiyaladinglar. Endi demak shu ishlar tugab, anandan keyin siz ovoz artistlik kasbida bir fursatni tepib oldingizmi? Bu ovoz artist degan qandaq narsa? Ovoz deganda qandaq bir menda bir tal uning uqum degan narsa yo'q ekanda. Men maktabda o'qib Ani yezib, mani yezib, şunu bildirken onu bilmeydim. Ayak berip şu paltayı bulut çıktı, bulut çıktı deyip şunu bildirken bu avazlar isteyen kandan nasıl desem, kırıp oturmamışlar. Ulaş vaktidan kişiler otur yaş kubağanda diyen filmde avaz berip diken. Hazırgıcı isimde şu. Kayıs suret oldu Fatime'de? Kayısı siz? Ben atraptaki ben Recepkam Ayşe Recepkam ne döndüm Recepkam ustaz bizdeki. Ayşe Madriyim bütün kızların avazını verdiğin nahiyeti hissiyatlık avaz verdiğin ayal aşkı. Atraptaki bizden bir tercüman. Lekin şu acayip bir güzel eslim boptu Fatime'de. Fatime. Sen şinsini maqtıdı el, pakiz yaşap muhit asraş. Bolduğu tel. Unutulmaz eslime. Hazır endi bizden aslında xat sandığımızga kelgan bir parça qimmatli xatınız var Fatimada. Unda bo'lsa bu xatni ilib o'qib baqay. Siz mush xatning egisini ko'rib baqayli. Ha? Men 1976-yili Urumchida bir san'atkor oilasi tug'ildim. Oilamizda muzika, naqsh sadosi uzilmaydi. Esimdan chiqmaydigani, men o'ttir maktabda o'qiyotganda Abdunum rayon bo'yicha naqshi musobaqasiga qatnashib, Arzoyum degan naqshini o'rinlab, 1-darajalik mukofotga erishib, bir gitar mukofot oldim. Bu gitar uyimizda eng e'tiborli buyum qatorida ko'riladi. Yillar o'tdi, menmi cho'ng bo'ldim. Biroq gitar hozirgacha bor. Bir kuni opam buni surtib o'ltiribdi. Qarsam, bizmi cho'ng bo'ldik. Opammi yashinib qopti. Yillar bizni qerisimi? Biroq shu go'zal aslima bizga hamra bo'lib ketdi. Bugun shu gitarni qo'limga elib, shu go'zal aslimlarni qayta bir asligim keldi. Shu sabiy gudakligimga qaytqim keldi. Demak, yuqorqi xatning mazmunidan naq maydondagi korxonchilarimiz cho'qim bu oila bilan munosabati bor,
bir şəxsning ya bir farzandning yozgan xəti deb o'yladinglarmi? Undaq bo'lsa, bu xətning egisi mening kichik qizim Raysa Iskandar. Raysa yozdimi? Raysa yozibdi. Gapning kimida oldi kelgan so'zlarni qarasam, bu naqshchi o'g'ashqa ani to'liq yozib chiqibdi. Shuni qarab men Raysa Iskandar ekan dedim. Bu kichikdan tortib, asta kichik vaqtda tortib o'zi naqsh aytadi. O ahang yo'qmi bir naqsha o'qimaymiz uni ahang nimaligini. O'z ijod qilgan ahanglardan, ha? Tamga qarab, tamga bundaq so'rib tushidi-ku. Ashning qarab, shu qashi deb o'ynaydi va shu qashi deydi. Iskandar tugab ketkicha, arliq tugakchi Raysan ko'slar. Shu qashi keldingmi deb qo'ydi. Ashla deganki Iskandar qarab, buning bir naqsh aytadigan bir xil o'jayri va to'xtabdi buning bir naqshi. Aşı özünün diyen gibidən azraq ilib, bunu kengaytib, icad qılıb, kepinəkni çıxaran gep. Kepinek diyen. Naqşı mı? Naqşa. Aşı Raysan, şu qaşı deb özü etqan ahangını İskandar onun otuğa ilib, kengaytib, kepinek diyen naqşı. Oy, demek bu kepinek diyen naqşı bizden balı vaxtımızda aldık. Ösmetimiz acayip yaxşı gördüğün kepinek geldiğin can dostu. Aşı, müşük, ödek, abcıq bir 20'dek naqşı var. Azar ben dep bulamadım. Aşı naqşlarını hemmini şu Raysa etqan. Şu etib, şu birinci qitim başlangıç mekteplerin musabık düşkən vaxtıda şu kepinekni etib birinci oldu. Birinci olğanda şu gitarını veribdi bunun. Şoňa baytdan xetide askerken şokende? Gitarını götürüp çıktı. Apa, man gitar mükafat verdi dep. Ondan keyin bu o'qib maktabni ot maktab chiqdi. Ot maktabda yana musobaqa bo'lib, Iskandar men sana arzuyum degan bir naqshini ijod qilib berman, shuni aytsan deb bo'ldi dedi. Shuni ijod qildi, ahangim ijod qildi, buningga o'rgatdi, rasmi bo'lmadi. Qaytib kel. Ashta deb qaytib kelsa buni aytib, o'rta maktablar bo'yicha birinchi bir soat berdi. Shuning bilan bizning uyda Iskandarninki 60 yil bo'lgan Karmoni, Raysanınki gitari, saati, əsarati aşı bizga nimsem bula endi. Şu qadrlanib, unutulmaz əslim bu xatirlanib keldi. Bo'lib, aşı musiqani hamını öğütüz qo'yma. İskandarninki aşı qancha yil kichik vaqtda Qashqarga o'yin qo'yilib olganda, Qashqarlik qeri bir buvay ben naqshni abda aytdim sizga shu duttani taqdim qildim deb 5 kichik o'zimiz kichik qizlarga loyiq nihoyat chiroyli nafislangan ashunaq so'g'at duttani so'g'at beribdiga qarab u mu bor uyda men ash uyga ash garmon dutta Raysaning gitar soat hammasini aslimi qilib esib qo'ydim. Acayip güzel bir aslim bo'ldi. Shu tapda biz şu Raysaniki shu aslimidagi gitarını ko'rgach, shu aslim uyimizga bek diqqat qilib ketyapmiz. Undaqda Boqman hakim aslim uyimizdagi aziz mehmonni taklif qilaylik. Bizning san'atkorlar oilasidagi 3 farzand Farida Iskandar, İlyar Iskandar, Raysa Iskandarni sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat. Alaş aparatı. Doktorxonadagi barliq tarbiya xodimlari sizga salomatlik, oilangizga esallik etgagüsi. Unutulmaz aslima. Hoş geldinler. Oy, nima degan? Ay, Fatimada bu dostlarınızdaki kızlarınızkina bu. Acayip chiroyli turibsizlar. Xo'sh, oldi bilan hammanglar o'zinglarni bir tunishtirib o'tgan bo'lsanglar, ha? Do'stlar, yaxshimisizlar? Men Xinjiang san'at yurti muqam ansamblining davlatlik birinchi darajalik muzikanti Farida Iskandar bo'laman. Yaxshimisizlar? Men İlyar Iskandar bo'laman. Men Urumchi shaharlik san'at ummigining 2 darajalik ravob chalg'uvchisi bo'laman. Yaxshimisizlar? Men Raysa Iskandar bo'laman. Men ommaviy san'at organininki yosh naqshchisi bo'laman. San'atkor oila, ha? San'atga bog'langan yuraklar. Mushu oiladimi, ko'ngillik paranglar, ko'ngillik yig'ilishinglar bek bo'lib turdi deb o'ylayman, chunki sizlar ajoyib bir go'zal san'atkor oilasi. Shunda vaqtlarda oilada eng ko'p tilga oldigan bir aslimanglar bo'lsin desam,
Üçünglarning cho'qim o'xshamagan asmanglar bo'lishi mumkin. Paridada siznikini anglab boqaylar avval, ha? Ha, bo'ldi. Men o'ylab baqsam, bir qatimda shu maktabdan qaytib, uyning oldiga kelishimgila, uyning ichidan bir voqirga ovoz chiqdi. O'sha oqimga qo'rqib ketdim. Uni oqidan ha deb kulgan ovoz chiqdi. Uni oqidan yana birsin degan birimlarni davatdi. Bu uyning ichida nim bo'lgan deb ishimdan tan ursamla bir vaqt opam degan shunda kulibla, ha deb chiqdi. Ipati yig'layotgan kim u opa? Kiramiyaga deb kirsam, men mana studiyaga ovoz bergan mesh qilyapman deydi. Voy opa deb izlab, ajab, voy qo'rqib ketdim. Qo'rqsam oqidan kulyapsiz bir yoqdan desam, ovozga shundoq beramiz, bir yoqdan kulamiz, bir yoqdan yig'laymiz. O'tiranglar maslak bir naq maydon sizlarga bir o'zimning qanday ovoz bergan deb beraydi. Shuninglar ma'qul dedim, birdamdan keldi degan opam kulib, deb shundoq chiroyli tatli kulib ket. Biz bolalar tan kulimiz. Birdamdan keyin vo deb yig'lab tutlar izlab degan bizga shundoq qiziq paranglar, qiziqchilik bilan ashta o'qib berdi. Uchimiz degan kulib o'yning ichida. Mana mushtaq ovoz beramiz balam. Atlikka men studiyaga ovoz bergil chiqmoqchidim. Shu mashg'ulotman deydi. Voy opa deb shunchalik ta'sirlanib ketdim. Bu aslimini mesh qilib menga unutmayman. To'g'ri. Farida adamniki mushodir degan mushu aslimisidan Fatima adamniki kesib bog'langan muhabbat orqali xizmat ishdan tushganda unutilib ketish emas. Oiladimi men zodi izchil tirish orqali o'zimga xos bir obraz yarataman deb Fatima o'shur bo'lgan. Shunga hammamiz Fatima adamning ovozini bek yaxshi ko'ramiz. Menmi birga xizmat qilgan mushtariylarda Fatima adamniki mush xizmatdagi mas'uliyatchanlik, ondan samimiylik, ajoyib vaqt ko'z qarash yuqorida dal ma vaqt desak shu vaqt keldi. Yana birsiga ajoyib oddiy sadda. Unda bo'lsa İlyarning qandaq bir aslimasi vardı deymanda. Men dadam İskender Saypovalarning ikkimizning orasidagi bir qiziqarli aslimini sizlarga deb beraman. Dadam İskender Saypovalar nihoyat mas'uliyatchan odam. To'g'ri. Mayli san'at bo'lsin, mayli turmushda hamma jihatdan nihoyat san'at talabkor. Shu Abnum rayonimizda chalg'uchi musobaqasi bo'ldigash bo'lib qoldi. Shu Abnum rayonida uni bizning Şinjan Naqshul maktab qilmoqchida. Men qattiq tayyorlik qildim. Dadamning Gulpari degan angini bir oyda shunchalik chaldimda musobaqaga 3 kun qoldi. Shuning bilan uyga kirdim. Dadam arma o'tibdi. Kirib men musobaqa qatnashmoqchi 3 kundan keyin desam qaysi angni chalasan dedi. Sizning Gulpari degan angni chalaman desam chapaqa qilib kerak. Dadam gangching bilan banz o'qib turdi shu angni. Shuni ravabni oldim. Bo'lmasa shunday mashq qilgan, qattiq mashq qildim. Çaldım. Bu gün nim boldum, uxmadim. Ya men dadamdan sal Ayminizlarga ta'btat etgansizlar. Yana birga ustoz yo'lliq bo'lgandan keyin bir xil o'qish bor. Shuning bilan çaldım. Birinchi bu 4 bölümlük ağam. Bu Gulpariga. Birinchi, ikkinchi, 3-chi bölümni chap, 4-chi bölüm kelganda qo'limda rasmiy chiqqanmidi endi. Ağını chavatdim men ta'chik bardi, benzo qilyapti. 4-chi bölümni chap chiqarib etdim. Chiqarib etgan dadam mamdo qarab turdi. Rapog'ni qap qisal, aya qo'yib berib o'yinini o'ynaydi. Dadamga qat'iy yaramabdi. Chunki bu ağam dadamning ağanı. Bu çağa adam dadamning o'g'li men İlyar. Kimning bolasi chaldi? Bu musobaqa Şinjan Naqshul maktab bo'lyapti. Agar bu ağını men chamma yana boshqa bir ravabchi chaqan bo'lsa dadam u gapni demasligi mumkin. Chunki o men dadamning ağanı chaqandan keyin men dadamning ta'libidan aşırı çamasam bo'lmaydi. Lekin men dadamning degan talabi yetkazamadim. Shuningga o dediga mening o'zimni tushirib shuma bo'ldi, qatnashma. O'yna. Turib ketdim. Shuni rapni qo'yib qo'ydim. Bo'lmasa men bo'lmen qilib qo'ygan. Demakchi o'g'lim dadam nihoyatda talabkor odam edi. Masalan, endi biz ham boshqalar qanday talab qo'ydik, o'zining bolalariga nihoyatda talabkor. Ochig'i biz baqoqaytdik. Ochig'i bak yomon. Kichigimizning tatib, dadamizning qapig'i turilib qolsa, o biz yiqimi kelanmaydik. Şu bana bir aslim bo'lgan shu aslim sizlarga. Demak shuning bilan musobaqa qatnashmadinglarmi? Yani 3 kun bir chilib yiqish jur'at qilamidinglarmi? Ya bo'ldi. Men nimishqa desa bu dadam endi cho'ng san'atkor. U ash ağının talabning qanday bo'layotganini nihoyat aniq biladi. Men uning degan talabiga yetkazib qo'yamadim. 3 kun menga u paylamaydi. Uningga yana 3 oy mashq qilishim kerak. Uni odatda bizning san'atkorlarda bir kun mashq qilsa o'z biladi.
2 kun mashq qilmasa, kesib tashlab bilib oldi. 3 kun mashq qilmasa, sirtdagi odamlar bilib oldi deydigan bir gap bor-ku. Bu mashqning ixash darajaga yetmaganligini bildirib ketdi. Shuningga men bo'ldi. Men bu qitimga musobaqa ulgurmaydi o'xshayman. Kelaqtimga men qattiq mashq qilib, dadamning tasdiqida o'tganda, anindagi haqiqiy musobaqani shu degan qilib musobaqada. Rast bu hozirgacha sizlarningki mushu kasbiy hayotinglarda tirishqi to'tki bo'lgan Iskandar akamning shu bir qitimliq tarbiyasi bak cho'ng rol o'ynadi deb o'ylayman. Shu yerda masalan hammamiz o'yladik Iskandar akam mushu yerda faqat bir o'ziniki hissiyotini oldin qo'rin qo'ymadi bu yerda. Ma balamte doktoram mushuni bir qatnashtirib qo'yay juma oyati uni buni qilish orqali bir o'tmamdi yo natija olmamdi deganda qat'iy qilmadi. Agar men qatnashgan bo'lsam, chaqchaq emas. Shu piyonlar hammasi dadamlarning xizmatdoshlari. Birli ko'zni qisidi yoki birli natija berish mumkin, lekin dadam uni xohlamadi. Mana mishadan dal Iskandar akamniki ballag'a qanchalik darajada kuyindiganligi, qanchalik darajada tirishchilik ko'rsatganligi, ularning natijasiga qanchalik darajada hurmat qilganligidan iborat haqiqiy bir kesib söygen mas'uliyatchan ustoz ekanligini e'tirof qilmay turmaymiz. Raisaniki mush eng shoqi mush kapsiz mush o'xshaydi Raisa. Hozir kapsiz bulamay davom qoldik, ana oldik. Sizlarcha qandaqroq aslimlaringiz bor? Endi men boshqa aslimni demay sizlarga. Men endi oilamizda yuz berilgan ba'zan bir qiziqarli ishlarni deb beray. Men opamning aldirashligida haftada bir qitim damaganda bir o'yimda bir damlay desa, biz uchimiz balni ko'tarib, navrlarni ko'tarib, borimiz o'sha yerga. Qasdama opirib qo'yamiz lekin deyman. Ya. Bu qo'shillarni bilib ketdi. Bunda balimizga kelsak, cho'ng yig'mandinglarmi deb deydigan darajaga keldi-dan, ashitchik darajada ballarni yig'ib o'tiradi. Her qıtmaş tamaq etib qalsam, mesela o'tdagan bo'lsa, o'zi o'tirdi. Matrapda apam, matrapda akam, acham, o'rninglar iniq deyli. Iniq o'rnimiz. O'tirib, mantakas, başlanlar deydi, anında yeydik. Çoqum şənbə, yakshanba kuni çoqum cho'ng oydi bulimiz. O çoqum məcburiyat biz üçün, bo'lmasa adam telefon qildi deganda. Uxlatmaydi bizinchi. Mishay kilinglar cho'ng apam, bichar apam degan mush adamning jixligida yeri ketganda damilish yo'q. Çoqum tamaq edib şənbə gün deb ketdi. Mənə bir dəmiliş yoxmu? Kəmi sağlamam deb. Əmniyyət dadam telefon qıfağa oxumaydı apam. Siz telefon qıp dikənsiz desə, mən telefon qıqatdım deb. Dadam apamdan qorxudu qaranglar. Biz adımızdan qorxumuz. Apam da qıram. "En telefon qıldınızmı ballağa?" desə. "Kəsin dedim" deb qo'ydi. Şunun şənbə günmüş apamni avar qılıb şuya kiltoq. Əndə hazır ballarımız əgəşdirib gəlsək xoşlamda görüb qalsa. Çoğuyga mandığlarmı tamaq yegili deb, aşağı deydi qaranglar, deb qaldı. Şu vaqtida qaraganda bək chiq bardiga o'xshaydi ekanmiz, cho'ng uyguchu. Shuningmush aslimlarni o'ylasam, apam bək japa chekib ekan shu vaqtlarda. Hamda apamga buni degan umr tilayman. Apamning umri uzun bo'lsin. İşte apamning bo'g'ini taqdirlayman. Apamning eng o'xshatadigan tamaqi lag'man. Bu lag'manni endi ish qilib qanday qadam kapisa uyda bir taqsilag'maydigan opamning cho'qim ya 2 ya 3 taqsilag'min yeydi. Buni bilgan bo'lsak, ish qilib opam tamoq shunda usta dadam opamning tamoqini yeyish shunchalik amroq shunga qisinib opam shunda tamoq etgandigil bizni chaqirib oldi ayrim telefon kelinglar singlim degandek. Demak Iskandar akamniki hozirgacha ijodiyatlar bakchiq. Iskandar akam bir ijodiyatni qilib qoldi desak, Peridadamni o'ylamdi yoki Ilyarni o'ylamdi yoki Raisani o'ylamdi. Mush ijodiyatlar qatorida kimlarga jiqroq ijodiyatlar bo'lib qilinadi? Asosli meningcha dadam shu ko'proq ijodiyatlarni Raisa singlimga jiqroq qiladi, chunki talishib evolamdi ya. Yo'q, adas kelib qolganda uyning kichik bo'lgandan keyin amroq. Apam amroq, dadam amroq, bizimga amroq, lekin endi uyning kichigi kelib voy deb jugandan keyin mekama naqshni san etsa, unda qilsa deb bakrak shu singlimga qiladi deb o'ylayman men. Raisaning og'zidan anglaylik da bo'lsa. Dadam musiqa ijod qanchaqda endi mang'imi qildi andikin dadam cho'ng taraflama bo'ldi. Masalan, endi bir naqsh ijod qilish uchun cho'qim ashak tushdi dadamchu. Endi qanchaq japa cheksa masalan tarim ijod qilish tarimni oldi, tarimga berib ijod qilib ekan. Endi bulbullarni ijod qilgacham, opam deb bergan bulbullarni ijod qilgan chaqda shu Sabitni nim qilayotgan vaqtimi, bilim oshirayotgan vaqtimi, shu vaqtlarda shu muhabbatlik bir kuylar to'g'ri qilib ekan. Odadan bir ijod naqshat qilgan chaqda, ash mayron qoldiganim cho'qim ashun cho'kib kirdi. Masalan, menga bir naqshat qilmasang, men qo'yman, shat xoram degan naqshni menga ijod qilib bergan. Atashnaman, tunji qitim men o'qigan shu naqshni.
O'tir maktabga men tarqatgan shu vaqtda men yangi maktabga kirgan vaqtimda dadam meni maktabga kirganligini tabriklab, mushtaqjat qilib bergan. Nima degan go'zal aslima arzuyimni. Bu naqsh bek tortilib ketdi. Bek yaxshi ko'rdi bolalar. Shundan keyin men Raisa Iskandar bo'lib ketdim. Shundan kichik cho'lton bo'lib. Uningdan keyin davomliq etdingiz. Undan keyin davomliq etdim. Dasho'larga chiqqanda cho'nglarning naqshijat qilib berdi. Andan keyin bir day chiqiribdi. Men uning naqshini dadam qilib berdi. Am dadamninki amdi tökpispek cho'ng manga nisbatan dadamninki amdi mushta sanatchi bo'lishimga. Amdi apam bilan dadamninki muhabbatimi amdi bizning mushundaq sanat job yaxshi bir oila qurib turishimiz. Sog'lomlikni tanlig'iningizdir. Erlar tang go'hri. Unutulmaz aslima. Bizning ekranimizda ajoyib go'zal bir aslimlik suratlarimiz bor. Shu orqali yana davomlashtirsak qanday deysizlar? Vaa! Ma surat. Ben kino studiyaga qabul qilingandan keyin bay dedim-ku. Abadim borgandan keyin 1 yilgacha ilaqada qavmi qilib qarab o'tdim, ovozini qanday bilishim bilmagandan keyin havo hayit kichik shunday kelishgan bir chiroyli qiz ekan. Ashumishda qarab yedim, ovozi havo hayitning amini o'zgardi-ku. Hozirmi o'zgarmadi shunchalik chiroyli. Pek güzel. Shu patimda deb o'tirib ketibsiz degan tamshat o'tadi, sen juring bizning yotoq kiraylik deb. Shunda xush bo'ldim. Hozirgacha unutib qolmayman bu aslimini. Menga shunchalik bir yaxshilik qildi. Shuning lavaqamda ishli qavoxonning nurg'un taraflarini o'rgandim. Bu garchi mendan jiq kichik bo'lsa-mu, buni men ustozim deb bilaman. Hozirmi ustozim deyman. Unda bo'lsa esingizda bormi sizning tunji qitim shu ovoz kasbi qadam qo'yilib bergan ovozingiz yoki qaysi kinodagi qaysi roldagi kimga ovoz berdingiz, nim dedingiz va shu beryaptingizmi yo? Birinchi qitim aya kirgandan keyin men anaqadek o'tirib uxmay qolgandan keyin Shahzoda Mapaychiq o'rgatdi. Bundaq o'tasangiz hech nima bo'lolmaysiz. Siz ash ballat vaqtida Yijo Yibananda Moskvaning kinosini tarjima qo'yibgan. Aşında hemesinin aş vura da bakırayla yer varkende aşının tas otursa kırvap hicil olsunuz. Balla vura da bakıran siz mi tak vura da birli bakırsınız. Avazınız bir çıktı korkmaydan bul siz dedi. Ha dedi o kino kırdık. Helik çüncün görünüş başlandı da amıyor görünüş. Başlanıp bütün balla vura dese ben vura. Deptime Xudaylik Zoranın kinosida birisi eng oxirida vura deydi-ku. Ashuni o'shashibdi. Voy Fatima, bo'lmadi bu yo ovoz bo'lib qoldi. Yo vaqirsangiz ching vaqirang, yo vaqirmay chiqding. Bunda vura. Da qo'ysangiz men uni qanday kiysido texnika deb. O yerda bir qiziqchilik bo'ldi. Ondan keyin Vudan degan filmni ishlaganda menga bir qiz vardı Vudanda. Vudan. Atadigan bir so'zchilikga oid deydigan. Hele kız aldık, ay tut, dur, orada kesse, ben karar yiyip durdum. İnşallah bay, onda kısımda, ay tut gelsin deyiz, onu kanda değmez, deysiz, demişsiniz olmaydı da, aşağı, hadi bunda deysiz diyende, bir katın diyemedim, iki katın diyemedim, andik o ne bir adamlar kırıp o kızın tuttuğumuz diyen, bu kız yoğun bir kapak varken, bir atadığı yer varken de, aşağı mankep kasıldı. Aşağı kapakını elbette cimri tağlı etitipti. Vay onda kısımlaydı ben altından dep atsız diyen, diyenim çıkışını okumaydı gelmedi. Ama müştak kılış arkalık az tecrübelerini yakında en ahire hali yaxshi degan nomga erishib artist bo'lamaydigan qiz degan filmga Rajab Tajikam kirdi. Tavyan bu. Kirib, Fatima sizga Tatar Mayranikini beraman. Mushuni yaxshi bering. Buni yaxshi beramisangiz boshqalarni ovoz beramaydigan deydi deganlikka. Men degan uy kelib loyinjidan birini ilib va endi deyman uning so'zini yana deyman kitobni berdi. Ashta qilib o film kirdik. Kirgandan keyin yomon emas berdi. Hozir ancha buncha beryapti. Bunda qarab baqsam, buldika. Erken hozirgidek yaxshi emas, aral buldika. Lekin ma tag'ning matrafda shu Tatar Mayra turib, atrafdagi yana bir Mayra turgandiki Mayra deb vaqirgan. Mo'yt igiz vaqirgan yer bor. Aşağıda işte avazım pek çıktı dikende işte vakırdım. Akırsam Recep'cim, avazınız kalsız çıktı dikende yeni mi tırışın dedi. En başta beğen filmim şu. Aş filmde bir netice kazandım endi. Yaxşı bedi diye geldim. Onun diken ondan filmler buldu hem uşak çek, üçüncü onun bedi. Onun diken destek almışım geldim.
Endi biz shu Fatima adamni ayilqi Sunukon biz eng yaxshi ko'rgan Sunukondagi shosh busat vaqt ajoyib bir o'zgacha ovoz bergan. Hozir bundoq eslasak, endi o'ylab qo'yinglar. Sunukondagi osh busat vaqt tushidi, Sunukonga bilan azroq bir diyaloglar bor, shundami? Esingizda bormi azroq? Azroq bor. Sunukonaylik 500 yil tashning asli bostirib qo'ygandan keyin osmondan avvalgi suvara butsatda uchib kelib to'xtaydi. To'xtagan keyin sen nima kelding undan deb ashla deydi. Degandan keyin endi keyin butsatva deydi. Hey, çataqçı maymunak, senin gunohing jiq. Seni qutqizdigan odam men emas. Seni qutqizdigan kishi oldingda degan gap. Arlıqda 12-ci qism kelgan vaqtda maydı sep aç bir opska çiçimiye akça tushib turgan men bizim bo'g'agan. Yilqi g'ang'iz ishlaydigan shu. Ha, g'ang'iz ishlagan. Voy, hammanglarning esida bor-ku, hozir noyat do'yinda pek moda bo'lib ketyapti-da. Ayda g'ang'it ash nimbil akirdi ayada. Ashning manbadim demaydigansiz? Şu qısa hammasi Abdurahmon kabla, "Mushu siz bermisiniz, boshqalar berolmaydi" dedi. Mening bir alaydiligim, men ash studiyadan qaytib kelgandek tartib, men buni mani doğrab ovoz berishni yoqtirmadim. Bunu doğrab bersangiz, ash adam bo'lib qoldik. Men o'z oldimga bir uslub yaratib, o'zimning ovozini turaqlashtirib, kimga Fatima Ushurka degan ovozini chiqirman deb yurib, o'zimning ash tabiiy o'zimningki qanday valanglar yaxshimi degan ovozimni yetildirgandim. Endi qeyrlarga berishdim, qeyrga verdim, kichik bolalar mushuklarga verdim. Shizvog'ni ishlagan vaqtimiz berib etdim. Yupurmoq, shirpadsha. Elak shirpadshaning oldiga mabit va qashlarini taqildigan. Onunga bagizdi, bo'ri aniga bagizdi, 30-40 taklif beribdim. Ashuningda shuninglar atrofim kam olib ko'rib, mush opsininkini siz bersangiz boshqalar chiqaramaydi dedi. Ma'qul dedim. Kirsam degan tangsingni, jubajini, amisini bog'lab qo'yibdi ayaga, shasingni. U yerga kirdik, butunga kirib mundaqara. Hey, jubaji degan mushumi. Bunun quluqini kesib, akilingni haraq bo'lib qo'shib yey. Bunun uşaqçak, andaki to'xtamaylik maymunlar har qismda chiqdi-da. Oshni bizga akirib qo'ydi. Deb erkitimizdan voy silakan-silada o. Biz aç to'xtamay oyoqlarda o'tatlaydi yana bir qildi. Asta berib uni tugatdim endi mushu ovoz berish kasbining bir alaydiligi, ovozlar cho'qim rangdor bo'lish kerak ekan. Andan keyin ashunda o'z oldiga bir uslub yaratish kerak ekan. Andan keyin peri yosh kichik bola hammasi bergan universal bo'lish kerak. To'g'ri. Men ovoz berish kasbini bo'ldi, yaxshi ko'rib tirishdim. Hatto tutachab naqsh etdim, uni tashib etdim, usul o'ynatdim, uni tashib etdim. Garmon chaldim, uni tashib etdim. Kesib kelib butun ishtahimni shuni qo'yib, ashundaq ovoz berishni o'rgandimda. Ovozlar ohangliq bo'lish kerak, ohangdor bo'lish kerak ekan. Masalan, ana Italiya ayanikini ba'zanda, "Ha, qadrligim, yaxshimisiz? Kiring, marhamat." deb manda chiroyli gap qildi Allah past ovozda. Sovetning bo'lsa, bu yerning sari jimjit qilsash, "Alusha!" deb vaqirab gap qildi ekan. Mala chaqirib gap qildi ekan. Yaponning yugurib turib gap qildi ekan. Yugurib ash qechib oyoq bilan qechib yurib. Onda gap qildi ekan. Shuni o'rganib, men nurg'un chatning filmlarga ovoz berdim. Ovozimni chatnikiga tushirib berdim. Voy rahmat, Fatima. Shu vaqtlarda shu Sunukon, Qizilra vaqti tushish. Andan keyin Moday xondi nima? Oxirgi podsha. Ashundan keyin biz Sishtayxonni menga beribdi ekan. Bu Sishtayxon ilgirki surlik bir ayol ekan. Oshmush tojlari bilan o'nda yotgan yerdan shunda qo'pla ekranga birlikilda bu. Chun Wang Puyi orada ichida tarbiyalansin deb bir baqirsa buning ovozi degan karamat chiqdi ekan. Uni berib bir g'alaba qozondim. Butun Diyanshdagilarimiz ko'rib, Hanzurlardan tortib, "Hey, Wang Shifeng bek yaxshi beribsiz" deb meni Wang Shifeng deydi ular. Avaqani kelsa, "Lindayi" deb chaqirdi uni. U Lindayiga berganki, ishqilib ovozlarni degan unvonni oldim. Sizlarning aslamanglarni anglasak,
texim bir huzur bo'ldi ekan, yana bir o'zimizni ajoyib bir kuchga, g'ayratga keldik ekanmiz-ku. Rahmat. Sizlar har vaqt atrofingizga bir nayta aktiv bo'lgan energiyani davomlashtirib kelibsizlar, taqib kelibsizlar. Bugungi naq maydon unutulmas aslim programmamizga kelamagan, ammo o'ziniki yurak so'zini avatgan, yana sizning kasbdoshlaringiz, qo'llag'uvchilaringiz, havaskorlaringiz borka, ular qatoridagi tabrik so'zini biz cho'ng ekran orqali bir ko'rib boqqan bo'lsak. Fatima hadimiz universal ovoz artisti. Har qanday ovozni voyaga yetkazib beradigan talantli artist. Uningdan boshqa pishqon ovoz rejissyori. Men mushu munosabat bilan Fatima hadimizning teniga salomatlik, ishlariga qutlug'lik, ailasiga xotirjamlik tilayman. Men Şinjan Radio Kino Televiziya Teatr Tercüme Merkezi'nin dövlətli birinci dərəcəlik avaz artisti, avaz rejissyori Fəride Raşidin buduman. Men Fatimadan bilan uzun yıllık kasbdosh. Fatimadan utuq qazangan universal avaz artisti, mas'uliyatchan rejissor. Televizor oldidagi ko'rarman do'stlar, men yana bir ko'sim filmidagi Jong Yunjo'ga ovoz bergan Gulpiya Temir bo'laman. Men Fatima Ushirhadimiz bilan uzun yillik xizmatdosh. Fatima Ushirhadimiz kasbdan ayt astoydil. Do'stim bilan uzun yil aralash jarayonida uning xizmatga bo'lgan astoydilligi, oilaga bo'lgan mehribonligidan men nurg'un narsalarni o'rgandim. Ekran orqali ko'rib, mushu ustozlarimizni, mushu asliga jo'r bo'lgan kasbdoshlarni men ayt hayajonlandim Fatimada. Sizlarga güzel kunlar, unutulmas aslimlar yor bo'lsin ustozlar. Salomat turinglar. Rahmat. Şudur bilib qal. Sanam o'simlik chash bo'yiqi. Unutulmaz aslima. Balkim yuqorida Fatima adamniki mushu aslimlarni anglagandan keyin sizlar qanday o'yladinglar? Nim deginglar keldi? Amdiki vaqt sizlar uchun. Bugün ben internet hoş buldum. Özümü bir ovoz artistimanmi, Saka o'xshash. Kirib ketdim zat. Siz aslimingizni da'vatsiz, men ashayda xuddi men badak shu naq maydonda. Ash havoxonit, hadimiz apashlan ishqilarni o'tirsa men badak. Eli qorong'uyda siz voqea men badak bir xil kirib ketdim men. Chunki kasbiy kasal. Kasbimizdan bo'g'ashqa men shu kasb haqiqat hozirmi yaxshi ko'raman. Ancha-muncha o'zim ovozlarni berib, shu shirkatga munosabatli materiallarni o'zim ishda ishlatib olmay ba'zida. Men bizniki shirkatdan xonim qizlar anla ten gördüm birini soğukluğundan işki adamdan ki doğumlu şehirde müşte tebessümünün üzülmeslik için bizden İzora marketteki yürüyüş kırımdan işkin soğukluğuna bu akamın o bellerinden telip kalmay ravaplarını yakışçılık için palvan erle tabildırdım birini soğukluğuna. Özümün köngül soğuğusu, bizden yeniden bir işleyen, boyayılgan bir çaç boyuqımız bazağı silingan. Şunda işletiş kolaylıkçı bunu tarsanalım. Onunki üsümlük terkibi şundaycık. Şunundan üçüncüleri birden soğat qılay, Eliyar mı? Eliyar'a mənim bizim erlər boyuqumuz var. Şunundan soğat qılay. Fatimada qanağınız yaxşımı? İkimizden ki əslimələrimiz mi xilaba Fatimadan bilan özünün aşında tatlıq, yarqın, canlıq avazları bilan bizden sayahat abtuzlarımızı canlandırıb, anonki mihmanlarının şu səfər uzunluq, zerikiş, biaram buluş, hissiyatlarını pasaytish, sayohatimizning jo'shqin, ko'ngillik bo'lishiga turtki bo'lgan eng dastlabki qadamining 10 necha yillar oldidagi Şinjan sayohatini jonlantirishga mingan vaqtimdagi haqiqatan meningmi sayohat ishlarimga to'kib qo'yishquchi pesh qadamlar desam bo'ldi. Şinjan Madar Biopen Texnik şirketimizning sapqan tablididan bir qap soğuk qılay ömrünüz texim uzun, telleriniz salamet bolsun. Yanında oltuğan güzel kızınızga bizninki Nazmen markesidagi hanım kızlar yürüyüşlük mesulatidan ikkinlarga bir yürüyüş soğuk qılsam, oğlunuzga bizninki Şaqaqul tabletidan bir yürüyüş soğuk qılay. Rahmat. Nayte güzel bir aslim bo'ldi bugun. Hammamiz shunchalik xo'sh bo'ldik. Raisa sizden bir kuyunuz arqılıq ahırda biz özümüzden kalbimizge uğurluğan barlıq güzel süper sözlerimizni şu nakşa arqılıq ifadeler programımızda ahırlaştırsak qandaqdaysız? Anacan, mehriban anacan, anacan, dilliban anacan, dünyada yok sendek insan.